butun badaningizda aylanib yuradi-yu. ChatGPTga yozsin. Hozirgi mana shunaqa ChatGPT imomlar paydo bo'lib qolgan. O'zi bilmagan narsasini ChatGPTdan so'raydi. Xo'p, siz aytgandek, misol uchun kimdir mana yozgandagi najas desa, kimdir yozgandagi qonni harom desa, unda bitta savol bor. Savolda Alloh Qur'onda aytayotdiki, Astagfirullah, Iqro bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq dot. Unga nima deysiz? Biz insonni bir lahza qondan yaratdik dotdi. Unga nima deysiz? Shunda siz ani qon harom degan odamga bitta savolda, unda siz nima haromdan paydo bo'lgan bo'lasizmi? O'shaning uchun nima deydi? Mana bitta o'zingdan taqvolikni yoki kimnidir yoqib olishdan oldin bir ikkita qo'lingga kitob olib, kitob varaqalagan, ozgina o'qigan, o'rgangan. Bu senga hali ancha bor unaqa. Taqvo haqida gapirishga yoki kimlargadir og'iz ochishga. Kuttingni yaxshi yuvishni bilmaysanlar. Yana o'zingcha taqvodan yozasan mana bitta. Qaysi mazhablarda qon chiqsa tahorat buziladi-yu, qaysi mazhabda qon chiqsa tahorat buzilmaydi? Nimani asos qilib olishadi? Nimani qiyos, nimani boshqa dalillarni olishadi? Umringda qo'lingga bitta kitob olmagansan, bitta narsa o'qimagansan, bir din bo'yicha yo boshqa masalalar bo'yicha-da mana bitta kirib olib o'zicha taqvodan gapirasan. Kuttingni qissinchi. Kuttingni qissinchi nima qilasan? Sangami? Menga gapirish taqvo haqida. Yomon aqlli basharalar ko'payib ketganda bor. Oxirgi marta qachon peshaning sajdaga teganini eslamaysan ko'pchiliging. Kirib olib mana bitta o'zingcha taqvo deysan. Qachon oxirgi marta peshaning sajdaga teganini bilmaysan, mana shu taqvo haqida yozayotganlar. Cho'rtlar. Shunaqa gapirgan tilingni bitta joyingga tiqib qo'yaman masalan. Va alaykum assalom. Afzal, nima gaplar? Qanaqa tema? Atabek tema yo'q, shunchaki bir suhbatlashib o'tiribmiz-da.